Kia Bongo avtomobilini ko'rsataman. Kia Bongo elektr varianti, dopopsida, full pozitsiyada. Holati juda ham zo'r. 6 ta balolargacha yangi mashinaning hech qanaqa xarajati yo'q ekan, olarkansizlar, minarkansizlar. Xo'p, 2022-yil 8-oyda chiqqan ekan. Avto hold drive, avtomat korobka, palasidержатель, start stop hamma narsasigacha bor. Mashina dopopsida. Bemalol ko'rib ko'rsatib berishib ekansizlar. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Radnoy ko'jilib turibdi. Mana hamma narsasigacha bor. 81 ming kilometr yurgan. Bu probeglar bu mashinaga unaqa emas. Holati zo'r. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Bemalol ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin. Realniy holati zo'r ekan bu mashinalar. Yaqinda ham tamoshida elektrlar oshdi. $3000 yana doполнительный to'lashibdi bunga ham. Xo'p, kraskasi mana shu joyi bilan mana shu eshigida pitnosi bor ekan. Ikkisi joyida qolgan joylari top-toza, holati juda ham zo'r. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. U yoqda narx oshgan bo'lsa, bizda narx oshmagan o'sha narx. Bu mashinani 20500 ga beraveramiz.